Assalomu alaykum qadrli ishtirokchilar. Bugun 20-darsimiz davomida sizlar bilan shamchoq tahlili mavzusini ko'rib o'tamiz. Shamchoqlar bu o'zi nima? Narx harakatini ifodalashda foydalanadigan eng qulay instrument sifatida o'ylab topilgan instrument hisoblanadi. Bunda bizda shamchoqlarimizning asosan ikki xil, yashil va qizil yokida oq yoki qora ko'rinishda ifodalanishi mumkin. Endi biz eng keng tarqalgan yashil va qizil formatlarni ko'rib o'tamiz. Bunda yashil shamchoq o'zi bu nimani ifodalaydi? Shamchoqda aynan ochilish narxi pastda va yopilish narxi yuqorida bo'ladigan bo'lsa, ya'ni qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, bugun bozor ochilgan vaqtda narx $10 da ochilib, $11 da yopiladigan bo'lsa, ya'ni narx ko'tariladigan bo'lsa, bunda narx harakati yaxshi, ya'ni tepaga qarab yurganini ifodalash uchun yashil rangdagi shamchoqdan foydalaniladi. Endi xuddi shuni teskari varianti bor. Ya'ni ochilgan narx aytaylik $12 da ochildi va bozor yopilgan narxda yopilish narxi esa $10 ga tushdi. Ya'ni bozor ochilgan va yopilgan narx o'rtasidagi farq $2 minus, ya'ni ziyonga yopilyapti bozor. Ziyonni ifodalash uchun albatta ogohlantiruvchi rang qizil rangdan foydalanilgan, ko'rib turishlaringiz mumkin. Endi bizda yuqorgi va pastki narxlar bo'ladi. Endi mana shu ochilish va yopilish narx o'rtasidagi qismi bu shamchoqning tanasi sifatida ko'riladi va tanasi nisbatan qalinroq ko'rinishda ifodalanadi. Pastki narx esa eng pastga bir marta tushib kelgan narxi, yuqorgi narx esa eng tepaga bir marotaba chiqib kelgan yuqorgi narx hisoblanadi va bunda tanasini ichidagi qismi qalinroq ifodalanadi, qolgan qismlari esa nisbatan ingichkaroq, ya'ni narx bir marotabaga borib kelganligi tufayli u yerda narximiz bir marotabaga borib kelganligi sababli narximiz bu yerda kichkinagina tayoqcha, ya'ni soya sifatida ifodalanadi. Mana bu yuqorgi soyasi, bu esa pastki soyasi sifatida ko'riladi. Endi bu qizil shamchoqda ham xuddi shunaqa. Mana ochilish narxi yuqorida, yopilish narxi pastda va ochilish va yopilish narxi o'rtasida tanasi sifatida qalinroq bo'yalgan bo'ladi. Qolgan qismlarda esa yuqorgi narx harakati bu kichkinagina tayoqcha sifatida, ya'ni soya, yuqorgi soya sifatida ko'riladi. Pastki soyasi esa kichkinagina chiziqcha sifatida ifodalanadi. Endi bizda o'zi texnik tahlillardan asosiy maqsad nima edi? O'tmishdagi va hozirgi narx harakatiga qarab kelajakdagi narxlarni prognoz qilish edi. O'tmishda bir necha bor bir xil formatsiyalar takrorlanganda, mana shu formatsiyalar paydo bo'lgandan so'ng bozor qaysi yo'nalishga qarab yurishni boshlagan. Mana shunaqa formatsiyalarimizdan bittasi bu hammer ko'rishdagi shamchog'imiz hisoblanadi. Ya'ni bunda bozor ko'plab marotaba mana shunaqa ko'rinishdagi shamchoq yasagandan so'ng bozorimiz tepaga qarab yurishni boshlagan va shu sababli mana shu shamchoqqa nom berib qo'yilgan. Alohida hammer, ya'ni o'zbekcha qilib aytganda bolg'a, ruscha yozgan molotok sifatida nom berib qo'yilgan aynan mana shu formatsiyadagi shamchog'imiz. Endi bu formatsiyadagi shamchog'imiz o'ziga yarasha qoidalari bor. Mana shu qoidalarga biroz tanishib o'tamiz. Demak, birinchi o'rinda hammer shamchog'ida pastki soyasini uzunligi tanasini uzunligidan 2 barobar yoki undan ko'proq uzunroq bo'lishi kerak. Aytaylik, mana bu tanasini razmeri 1 sm bo'lsa, pastki soyasining razmeri kamida 2 sm bo'lishi kerak degani. O'rtacha 2-5 marotaba uzun bo'lishi kerak. Ya'ni bu tanasi 1 sm bo'lsa, pastki soyasi uzunligi taxminan 2 sm dan 5 sm gacha uzunlikda bo'lishi kerak va keyingi qoidasi yuqorgi soyasi juda kalta bo'lishi kerak. Kalta bo'lganda mana bu tanasidan ham kalta bo'lishi kerak bo'ladi. Endi mana bu bayga signal beruvchi, ya'ni yuqoriga signal beruvchi shamchoq hisoblanadi va hammer shamchog'i chiqqandan so'ng narx tepaga qarab yurishni boshlaydi, ya'ni yuqoriga yurishni boshlaydi. Mana bu grafikda ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda mana hammer shamchog'i paydo bo'ldi. Hammer shamchog'i, yashil hammer shamchog'i paydo bo'lgandan so'ng narx yuqoriga qarab harakatda davom ettirdi, mana yuqoriga qarab yurishni boshladi. Yoki mana bu misolda keltirib o'tishimiz mumkin. Bu yerda mana kichkina qizil hammer shamchog'imiz paydo bo'ldi. Kichkina qizil hammer shamchog'imizdan so'ng bozor tepaga qarab yurishni boshladi va hammer shamchog'i asosan bozorda ikki xil holatda paydo bo'lishi mumkin. Birinchi holatimiz tushuvchi trend oxirida shakllanishi mumkin. Mana birinchi misolda ko'rsatib o'tilgandek, mana tushuvchi shamchog'i tushuvchi trend eng oxirida shakllanib, bundan so'ng narx faqatgina tepaga qarab yurgan. Mana bu tushuvchi trend oxirida shakllangan shamchoq. Endi asosan qizil bolg'a shamchog'imiz, ya'ni qizil rangdagi degani ochilish narxi yuqorida, yopilish narxi nisbatan pastroqda bo'lgan qizil hammer shamchog'i, ya'ni hammer bolg'a shamchog'imiz asosan trend o'rtasida shakllanadi va bu ham bayga signal beruvchi shamchoq sifatida ko'riladi. Mana bu yerda trend chizig'i tortilgan, trend chizig'ini yorib o'tgandan so'ng bitta shamchoq bilan to'xtab olib, ya'ni bitta kichkina qizil shamchoq bilan to'xtab olib, undan so'ng bozor yana tepaga yurishni davom ettirgan. Mana bu, ya'ni bolg'a ko'rinishimizdagi shamchog'imiz hisoblanadi. Keyingi shamchoq formatsiyamiz bu doji formatsiyasi hisoblanadi. Doji formatsiyasida e'tibor bergan bo'lsalar plus belgisiga o'xshaydi. Buni ochilish va yopilish narxlari deyarli bir xil bo'ladi. Aytaylik, misol sifatida keltirib o'taman. Aksiya $5 da ochildi.
$5,5 bordi va $4,5 tushib, yana bozor yopilgan vaqti narxi $5 atrofida qoldi. Ya'ni narx nima bo'ldi? Tepaga va pastga bir marotaba chiqib keldi, lekin ochilish va yopilish narxi o'rtasidagi tafovut yo'q. Shu sababli ham buni tanasi ifodalanmaydi, lekin bu yerda kichkina chiziq sifatida doji ifodalanishi mumkin. Tanasi bo'lmaydi va soyasi ham nisbatan kalta yoki uzunroq bo'lishi mumkin. Buni doji shamchog'i nimani ifodalab beradi? Doji shamchog'i bu buqalar va ayiqlar o'rtasidagi o'zaro kurashda ifodalab beradigan shamchoq sifatida bo'ladi. Ya'ni buqalar tepaga olib chiqamiz deydi, ayiqlar pastga olib tushamiz deydi. Mana shunday holatda ikkalasi ham kuch tenglashib, durang holatdagi vaziyatni ko'rsatadigan shamchog'imiz bu doji formatsiyasi hisoblanadi. Doji formatsiyamiz asosan trend o'rtasida yoki trend oxirida shakllanib, bu yo'nalishni o'zgartiruvchi shamchoq hisoblanadi. Misol uchun mana bu grafikda ko'rsatib o'tilgan pastki qismida doji shamchoq shakllangan, ya'ni tushuvchi trend oxirida doji shamchoq shakllandi va impuls endi yuqori qarab yurishni boshladi. Doji shamchog'ining ham o'ziga yarasha bir nechta formatsiyalari bor. Bulardan birinchisi bu uzun oyoqli doji formatsiyasi hisoblanadi. Xuddi qoshga o'xshaydi ko'rinishi. Bu asosan tushuvchi trend oxirida shakllanib, yuqoriga signal beruvchi uzun oyoqli, ya'ni pastki soyasi nisbatan uzunroq bo'lgan, yuqoridagi soyasi kaltaroq bo'lgan doji shamchog'i hisoblanadi. Keyingi shamchog'imiz bu T harfiga o'xshaydigan T-simon yoki qisqacha qilib Dragonfly, ya'ni ninachi dojisi deb ataladi. Bunda pastki soyasi juda uzun bo'lib, yuqoridagi soyasi deyarli bo'lmaydi. Mana shunaqa holatda bu Dragonfly, ya'ni bozorni tepaga uchirib yuboruvchi shamchoq sifatida ko'riladi. Keyingi shamchoq formatsiyamiz bu eng menga yoqqan shamchoqlardan bittasi, aniqroq aytadigan bo'lsak, eng yoqtirmagan shamchoq formatsiyalaridan bittasi. Sabab nega? Bu qabr toshga o'xshaydi, ya'ni teskari T harfiga o'xshaydi. Pastki ochilish va yopish narxi bir xil bo'ladi. Yuqoridagi soyasi uzun bo'lib, pastki soyasi umuman bo'lmaydi yoki umuman bo'lmasligi ehtimolligi yuqori bo'ladi yoki kichkinagina, kaltagina bo'lishi mumkin va bu qabr tosh doji hisoblanadi. Agar qabr tosh doji chiqdimi, siz tezlik bilan savdodan chiqishingiz kerak bo'ladi. Sababi Gravestone doji, ya'ni qabr tosh dojidan so'ng bozor kuchli oqishni yuzaga keltiradi. Endi undan ham zo'r ishlab beradigan shamchoq formatsiya turimiz bor. Bu shamchoq formatsiyamiz bu engulfing shamchoq deb ataladi. Engulfing shamchog'ini o'zbekcha qilib qoplab oluvchi shamchoq desak bo'ladi. Bunda kichkinagina ayiq shamchog'ini, ya'ni qizil kichkinagina shamchoqni katta buqa, ya'ni yashil shamchog'i butun tanasidan qoplab oladi. O'zidan avvalgi kichkina qizilni katta buqalar qoplab oladi. Ya'ni bunda nimani ifodalab beradi bu shamchoq desangiz, bunda bozor nazorati kichkina ayiqlarning qo'lidan katta buqalarning qo'liga o'tdi va bozor butunlay tepaga qarab yurishni boshlaydi degan signal beruvchi engulfing shamchog'imiz hisoblanadi va buni realniy grafikda ko'radigan bo'lsak, mana kichkina qizil shamchog'imiz bor edi. Undan so'ng katta yashil shamchog'imiz chiqdi va bundan so'ng bozor juda tezlik bilan tepaga qarab yurishni boshladi. Mana bu qoplab oluvchi, ya'ni engulfing shamchoq hisoblanadi. Bu xuddi shu teskari holatdagi variantlari ham bor va bundan-da zo'r ishlab beruvchi shamchoq formatsiyalarimiz bor. U shamchoq formatsiyalarini albatta to'liqroq darslarimizda ko'rib chiqishingiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, fond birjasini o'rganishda to'xtamanglar.